Va alaykum assalom. Qizlarim, sizmisizlar? Onajonisi, yaxshimisiz? Sizmisiz? Onajonisi, mana shu gul sizga. Rahmat. Pardon, gulda chiroyli chiroyli bo'lgan boshqa qizlarimni dunyo keltirganingizga rahmat. Yaxshimisizlar? Ovqatingiz tayyormi? Ketdik. Pyure ezat deysiz. Yaxshi. Onajonisi? Nima qilyapsizlar? Biz ovqat tayyorlayapmiz. Ovqat tayyorlayapsizlarmi? Mana qarashib o'ra qoling sizlarga. O'tirmadingizmi, agasi? Nima qilib bekor o'tiramanmi? Sizga qarashib o'raman. Sizlarni men go'sht to'rab turaman. Yo'q, siz ko'klarni to'rab bering, go'sht to'rab bo'ldi. Bo'ldi, siz aniq qo'ying. Adasa, Onasi. qizimizga ham xuddi sizga o'xshagan kuyov uchrashini xohlardim. Aytganingiz kelsin. Aytganingiz kelsin. Nima qilyapsiz? Chunki shuncha yil yashayotgan bo'lsa, bir marta ham qo'l ko'tarmadingiz. Bir marta ham sansirab gapirmadingiz. Qizlaringizni ham doim sizlab gapirasiz. Hurmatimizni ham joyiga qo'yasiz. Yaxshi ham sizga turmushga chiqqan ekanman. Onasi, sizlarni menga Alloh omonat qilib bergani, aslas vazifam. Hech qachon bunaqa yomon gapirmayman men. Sizlarni baxtli qila olmasam, bunaqa erkak bo'lib yuribman. Ayolingizga, oilangizga chiroyli muomalada bo'ling. Sizlardan ko'rib farzandinglar tarbiya oladi. Farzandinglarning oldida er-xotin bir-biriga chiroyli muomala qiling. Chunki qush uyda ko'rganini qiladi. Ana o'shanda oilangiz muqaddas bo'ladi. Shu videoni tarqatib qo'yinglar.